Mashq ko'rib turgan shashliklarni mutlaqo bepulga 100 donasini berib yuboramiz obunachilarga. Bunaqasi bo'lmagan. Qarang, undan tashqari oshni ham mutlaqo bepulga ertaga savol qilib olib ketasiz. Nimani munosabatda deydiganlar uchun Xo'ja Mag'azda ajoyib yangilik hosillarga ichkarida to'liq ma'lumotni ko'rsataman. Qani ketdik. Mashq ko'rib turgan qassobxona ham ochilyapti. Xudo xohlasa ertaga 9:00 da hammalarni kutib qolaman. O'sha aytib o'tib ketdim. 100 dona shashlik, undan tashqari 5 kilo oshimizni mutlaqo bepulga savolga berib yuboramiz deyapti. Qarang, batda go'shtlar keladigan bo'lsa, aka aytayaptilar-ki, uka bexizolat, bismillohu akbar so'yilgan o'zimiz deyapti, bozordan chiqib o'zimiz olib kelib, o'zimiz so'yamiz, unaqa muzlatilgan go'sht deyapti. Qarang, batda 95 mingdan tortib 195 minggacha go'sht bor deyapti. Kelib deyapti, sifatini ko'rib bemalol olib kelsa bo'ladi deyapti. To'g'ri go'shtlar keladigan bo'lsa, to'g'ri go'sht ham chet eldan kelmagan, muzlatilmagan deyapti, o'zimiz deyapti. Xudo xohlasa so'yib chiqamiz deyapti. Qarang, narxlari haqiqatan arzon ekan. Mana shu videoni do'stlar yarashapinglar. Shashliklarda ajoyib bor ekan. Sizlarga shashliklarni ko'rsataman. Ketdik. Shashliklarga keladigan bo'lsa, qiymani narxi 10 ming so'm deyapti. Grami 130 gram deyapti. Faqat savolga ishlaymiz deyapti. Undan tashqari qo'y go'shti, mol go'shti, kusko'ylarimizgacha bor, to'y go'shtlarigacha bor deyapti. Batda manzilga keladigan bo'lsa, manzila qaranglar, Farg'ona shaharida Xo'ja Mag'az degan joyda, Xo'ja Mag'az sentrini ko'ryapsizlar. Mana shu yerda ko'rib turibsizlar, o'sha qassobxona, o'sha shashlikxona bo'ladi do'stlar. Xudo xohlasa ertaga 9:00 da ochilish marosimi bo'lar ekan. Hammalarni kutib qolaman. Mana shu videoda mana shu Xo'ja Mag'az undan tashqari kirgaylik aka singillarni tashab qo'yinglar. 100 dona shashligimiz mutlaqo bepul, undan tashqari oshcha mutlaqo bepul beramiz. Sog' bo'linglar do'stlar.